Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sinimiz iltimos qildi, u bolalar Moskvada ekan, musofirda ekan, sinab ko'ramiz. Qani, oxirigacha eshitamiz. Internetingiz o'chig'midi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Ha, ishlaydim. Internetim ishlatmayapman. Murod aka nomeri aka adashmadimi? Yo'q, adashmadingiz. Kim bu? Aka, ismim Sardorbek. Uzr, bitta masala bo'yicha bezovta qilyapti edim aka. Xo'p, qanaqa masala? Sarinoz degan yaxshi ko'rgan qizingiz bor ekan-a aka? Bor edi. Xo'p. Qiz uyiga sovchilikka borishgan, uydagilarim. U qiz sovchilarimni qaytarib yubordi-da, meni yaxshi ko'rgan yigitim bor deb sizga aytdi xullas. Gapni ochig'ini ayting, ikkalamizdan erkak kishimiz. Men aytdim. Aha. Qarang, ismingiz nima edi? Sardorbek aka. Men aslida oilam bor, men uylanganman bu yerda. U qiz tushunmaydi shekilli, u qiz umuman tushunmaydi shekilli bu narsalarni. U qiz sizga aka, u qiz sizni kutyapti-ganda, даже meni sovchilarimni ham qaytarib yubordi aka hozir. Gap qisqasi o'ziga aytib qo'ying, tutmasin meni.